Assalomu alaykum Temur Assalomu aka. alaykum. Taklif uchun rahmat. Rahmat. Kelganingizdan xursandmiz vaqt ajratib. O'sha hozir serial ustida ishlayapmiz. Xudo xolasa keyingi yil chiqadi u. O'zi keyingi yil plan bo'yicha ikkita serial olishimiz kerak. Qanaqadir boshqacha narsa qilishga harakat qilishadi. Sizlarda qanaqa shu kreativlik bo'yicha yondashish? Shunaqa ideya o'ylagandim, konfet mavzusini kino qilib chiqish. То есть sujet bo'yicha gruppa kino olayotgan bo'ladi. Kanal giroylar pul to'lab shunaqasini tipi shu sifatida menga qiziq tema bo'lgandi. Tushuntirish kerak. Endi men shokdaman. Rejissor ertalab bizni gastisadan chiqsa, rejissor yo'q. Operator ham ikkalasi qochib ketgan. Ikkalasi qilganda endi o'sha narsani. Misol uchun hozir men ham o'zim sinfdoshlarim bilan hozir aloqam nimaroq, nima deydi, kamroq aloqa qilaman. Misol uchun qaysidir ma'noda o'zimni aybim, ishlarim ko'p shunga. Lekin sinfdoshlarni hammasini yaxshi ko'raman. Sinfdoshlar bilan ishlagan nimasi yaxshi? Chunki siz ular qanaqa desa, Alloh tomonidan tanlab berilgan do'stlar deb bilaman-da. Xomiy boshida bir 2-3 ta proyekt boshqatdan boshlaganda, shu o'tgan 24-yilda bo'lganda, shu o'zimizning bor sharoitdan kelib chiqib ishlab qildik. O'zimni yana texnikaga полный вложение qilib. Rahmat katta. Sizlarga rahmat. Charchamaylik, ishlagan much. Bitta video olinglar, men hammasini bitta ko'rib chiqay, qanaqa joylashtirilgan, nima bo'lgan. Endi men bitta masalani o'rtaga tashlayman. Siz fikringizni aytib ketasiz, men qo'shimcha qilaman. Shunaqa. Qiyin o'tib ketish. Kim ko'rsatamiz? Normalmi? Hamma oldi orqa qursam bo'ladi, avtofokusda baribir. Avtofokus. Birinchi bo'lmasa ovozlarni tekshiringlar, pastga qaranglar. Ikkinchi qism petlichkalar ulanganmi? Ulangan. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Sizlar bilan yana bir marta Oyni jahon orqali ko'rishib turganimdan bag'oyatda xursandman. Bugun sizlar bilan Qomusiy TVda Qomusiy podkastni navbatdagi sonini olish arafasida turibmiz. Inshaalloh bardavom bo'lsin. Bugungi sonimizga juda bir ajoyib mehmonni taklif etganmiz. Meni shaxsiy fikrimcha samimiy va o'zining ishiga mas'uliyat bilan qanaqadir bir intizom bilan yondashadigan insonni taklif etganmiz. Bu inson Poxer TV loyihasining asoschisi Temur aka bo'ladilar. Assalomu alaykum Temur aka. Assalomu alaykum. Taklif uchun rahmat. Rahmat. Kelganingizdan xursandmiz vaqt ajratib. Mana yaxshimisizlar o'zingizlar? Ha, bo'ladi. Charchamasdan yaxshi kelib oldingizmi? Rahmat. Temur aka, siz men o'zim kino sohasiga qiziqqanim uchun, kino sohasida misol uchun vaqtida yurib loyihalar qilganim uchun kino sohasini kuzatib boraman-da. O'shanga misol uchun sizlarni men Poxer TVni adashmasam 2017-yilda boshlagansizlar faoliyatni, o'sha yerda qisqa videolarni olib. Keyin 2024-yilda katta loyihalarni olish, kinolarni olishni boshladinglar. Bu vaqt oralig'ida nimaga tanaffus oldinglar yokida o'sha Poxer TVning ma'nosi nima, jamoada necha kishi ishlaydi, uni maqsadlari nima, keyingi loyihalarda nimani qilmoqchi, uni kim boshqaradi, uni homiylari kim, o'shalar haqida boshlab ketsangiz, endi ya'niki o'zingizni o'sha jamoangizni, ya'niki Poxer TV haqida ma'lumot bilan boshlasangiz. Chunki ayrimlar bor taniydi, ayrimlar bor tanimaydi, biladi, misol uchun. O'shaning uchun bir boshdan aytib ketsangiz. Endi o'sha ko'p savol aytib o'tdingiz, shu operator gapiradigan bo'lsak, uni o'zi boshida Instagramda boshlagandik. Universitetda o'qigan paytda sketchlar olardik, u qisqa edi. O'sha paytda Instagramga mo'ljalashtirib, o'sha paytda aktualniy bo'lgandi. Keyin u narsa bizani o'sha reklamli productionga olib ketishiga sabab bo'ldi. Chunki o'shanda birinchi integratsiyalar boshlangandi, reklamachilar foyda bo'lish boshlangandi, keyin production sohasiga qiziqib ketdik. O'sha bilan tashlab yubordik. Ijodiy anaqa qolib ketdi proyekt. Bir necha yil asosiy fokus o'sha productionda. Hozirgacha ham men asosiy o'zi daromad olib keladiganim asosiy ishim bu anaqa reklamli production. Keyin o'sha siz aytgandek 24 примерно o'sha paytlarda yana bir o'yladik,
qanaqadir ijod qilishga ko'proq anaqa foyda bo'ldi, niyat. Chunki reklama sohada u baribir bu buyurtma bo'yicha ishlaymiz-da, buni misol uchun televizorda ko'rgan bo'lishingiz mumkin bizani ishimizni, lekin o'sha biz olganimizni bilmashingiz ham mumkin-da. Да. Shunaqa qanaqadir proyekt qilgimiz keldi, что o'zimizni fikrimizni o'sha nimadir qanaqadir bezda qotgan dardlarimizni ichiga solib turib, o'sha narsani translyatsiya qilib, o'sha ijod orqasidan o'sha bizning nomimiz qolishini, что baribir zakaz tushgandan keyin o'zingiz erkin ishlay olmaysiz-ku, uni misol talablariga kelib chiqqan holda ishlaysiz. Lekin o'zingiz ijod qilsangiz, misol uchun ichingizdagi qanaqadir g'oyalarni, loyihalarni ko'rsatgisi keladi media orqali. Demak, shunaqa bo'lgan. Demak, homiy o'zingizlar. Homiy boshida 2-3 ta proyekt boshqatdan boshlaganda, shu o'tgan 24-yil bo'lganda, shu o'zimizning bor sharoitdan kelib chiqib ishlar qildik, o'zimizning texnikaga polniy vложение qilib, u keyin boshqa homiylar paydo bo'lish boshlandi, uni qiziqishib, kichik, katta, har xil odaqali, misol uchun kompaniyalar qiziqishib, shu product placement asosida homiy bo'lishga boshlashdi ular. Tushunarli. Hozir demak, jamoada endi kim rahbar? Misol siz rejissor vazifasini bajarasiz, adashmasam, rejissor vazifani bajarasiz. Qanaqadir jamoa rahbari, badiiy rahbar bormi yoki-da shu o'zim bo'lsa kerak. O'z hammasi o'zi. Aktyor kim? Men deydi. Ssenarist kim? Shunaqa. Hazil. Moliyaviy sponsor o'zingizlar demak, o'zingizlar boshida pul tikib amal qilgansiz. O'sha aytgandek, boshida o'zimiz qilganmiz. Hozir endi bir ikkita mualliflar bor. Homiylar sherikchilikda qilyapti. Shunaqa. U demak sizlar 2016dan 2016midi, 17midi? Birinchisimi 17. 17 edi. 17 bo'lsa 2024 gacha 7 yil bo'ladi, ha? Nuri. 7 yil bo'lsa, 7 yil davomida shunda sizlar faqat o'sha zakaz bo'yicha reklama, televideniyada, boshqa o'zingiz jamoa bo'lgan, operator bo'lgan. Shunaqada. O'shanga ko'rmay qolibsizlar-da. Bizda o'sha o'zi o'qishda o'qigan, shu universitetda o'qigan paytimizda eng anaqa edi, nima deydi? Uncha katta qanaqa tashvishlar, unaqa hech narsa yo'q edi. O'zimizni erkin his qilib oborardik. Prosta keyin o'sha hamma o'qishni bitirib, o'sha ish joy, katta hayotga qadam qo'yish, topish kerak. O'sha bilan keyin tashlab ketdik-da. O'sha universitet tomida demak 2016-yillarda boshlagansizlar, universitet o'qish talabalik davrida. 17. O'sha 17-yilda kirgan Westminster. Kirgandan keyin sразу-da o'ta shunaqa zo'r tarafi bor universitetni, social life juda qattiq rivojlangan. O'ta osonda, agar nimadir qilgingiz kelsa, по крайней мере o'sha paytda qanaqadir ideya bo'lsa, mana shunaqa narsa qilsam ekan deb nima deydi, единомышленник deydi. Bir xil fikrlaydigan odamlar topish juda oson edi o'sha paytda. Shuning uchun zo'r tramplin bo'lgandi ijodni boshlashga. O'zi Westminsterdagi ko'pchiliklar shu mediaga juda qiziqadi. Mediaga qiziqib, Instagramda faol. Yaxshi. Men bu san'at institutida o'qiganmisizlar deb o'ylayapman. San'at va madaniyat instituti. O'zi o'ylagandim o'sha yerga kirsam ekan deb boshida. O'sha bilmadim, o'sha paytda fikrdan ozgina qaytib qarasam, agar media qiziqadigan bo'lsam, bu yerda ko'proq anaqa ko'rdim-da, perspektiva. 7 yil davomida production zo'r. Production nomini u ham Poxer? Yo'q, Nexus. O'zingiznikimi yo qanaqadir? U ham o'zimnikida. O'zingiz ochgansiz. Bemalol zakazlarni, reklamalarni. Da, shu hozirgi paytgacha ishlab kelamiz. Tushunarli. Hozir yana bitta savol tug'ilyapti shu paytda, misol uchun hozir O'zbekiston sharoitida endi mayli seriallar, misol uchun ghost proyektlar, ghost filmlar o'zini yo'liga, uni alohida tema u. Lekin bir qismli film bor-ku, bir qismli filmlarni hozir olib turib, syomka qilib, uni kanalga olib borib sotish qiyin. Misol uchun sotganingizda ham unchalik ko'p pul bermaydi. Ikkinchidan kinoteatrga olib borsangiz daromad yo'q. Olib borib tekingina YouTube'da premyera qilish juda qiyin ishda. Misol uchun 100% siz mablag' sarfladingiz, televideniyaga olib borganingizda mayli sotib olishganida edi o'sha badiiy kengashdan. 10%ni qoplar. Kinoteatrga olib borsangiz bir oy tursa, yana 10%ni qoplar, 80% zarardasiz-ku.
Shunaqa. O'shalarni qanaqa yengsa bo'ladi? Mana shunaqa misol uchun homiy yo'q birinchidan. Qanaqa misol sizlar o'sha paytda o'zinglardan pul tikkaninglarni bilgansizlar. Misol uchun 2024-yilda katta kino o'tganda o'zinglardan pul tikib undan foyda kelmasligini ham bilgansizlar, menimcha. Qanaqa bo'lgan o'sha jarayon? Qilsak qanaqa bo'ladi, qilmasak qanaqa bo'ladi? Shu o'zi aytganingizdek, o'sha har xil yo'nalishda o'sha go'sproyektlar bor, o'sha o'zbek film, keyin anaqa televizion seriallar. Bizda qilayotgan narsa u ko'proq o'sha mustaqil proyekt desa bo'ladimi? Bor shunaqa tema. Misol uchun o'zi aslida o'zi qanaqa bo'lishi kerak? Misol uchun agar katta kinoni premyer qilib oladigan bo'lsak, deyarli $10,000 tikdingiz kinoga. O'sha kinoni anaqa premyerasini qildingiz, anaqa kinoteatrga olib chiqdingiz. Skажем, $20,000 ishladingiz-da. И o'sha pulni keyin boshqadan reinvestitsiya qilib, как бы kinoni olib chiqasiz. Вот. Bizda mana shu sistema ozgina buzilgan. То, что bir tarafdan endi hamma biladi, o'sha kinoni sferani o'sha sifati tushib ketgan, katta kinolarni. И bir taraf boshqa tarafdan bizda odam pul to'lashga o'sha anaqa nima deydi, o'rganmay qolganda o'sha. Bizga unaqa kam tushadi kinoga, ayniqsa o'zimizning kinolarga. Mahalliy kinoga. Ha, o'sha zarubejniy kinolarga в принципе o'sha sponsor nima deydi, spros bor bo'lsa kerak, но именно bizning kinolarga kam tushadi. Bir tarafdan balki o'sha tomoshabin tarafidan ishonch yo'qolgan, boshqa tarafdan bizda shunaqa mentalitetmi, nima desa bo'ladi, biz o'rganmaganmiz, pul to'lash kerak anaqa kontentga. Bizga o'sha tekin bo'lsa, YouTube'da bo'lsa-da, tipa aslida o'zi butun dunyo bo'yicha, misol uchun streaming platformami, boshqami, o'zi hammasi podpiska asosida yoki razm to'laysiz-da, shu ko'rayotgan narsaga. Abonent sotib olasiz. Abonent. Bu как anaqada, shu nima desa bo'ladi, biznes ekosistemami, bu narsasiz qiyin. Biza o'zi anaqa nima deydi, biza чисто entuziazm anaqasidan prognoz qilish qiyin bo'lgandi. Chunki qilsak, qilmasak baribir попробовать qilish kerak. Boshlaverdik. И bizda qanaqa bo'lgan, o'sha homiylar chiqib kelgan paytda faqat o'sha integratsiya asosida-da. То есть bizda qanchadir auditoriya yig'ildi o'sha YouTube'da. Keyin qanaqadir nima deydi, o'sha prosmotr bo'lgandan keyin за счет того, что bu o'sha prosmotr odamlar ko'rish uchun biz reklama qilayotgan ichidagi anaqa tovarlarni. O'sha uchun bizda как anaqa sponsorlar bordi. И то uni daromadda bo'lmaydi. Uni просто xarajat qoplash. O'sha производственный расходlarni yopsam, уже anaqa katta gapda. Вот. Umuman olib qaraydigan bo'lsak, o'sha siz boya aytib o'tdingiz, o'sha IT bor, Salom TV bor, o'sha bizani o'sha O'zbekiston bo'yicha birinchi menimcha o'sha streamingoviy platforma, podpiska asosida ishlashadi ular. И menimcha ular qilayotgan narsa juda важный narsa deb o'ylayman. Ularni qo'llab-quvvatlash kerak. Chunki ular hozir единственный nima deydi, alternativa bo'lib ko'rinyapti hozir. Chunki baribir ular erkinroq sali, ular o'ziga ko'proq narsani qilsa bo'ladi. И siz podpiska olasiz. Salon TV bo'ladimi yoki IT bo'ladimi? Arzimagan pul. Jamoatchilik uncha ko'p emas-da. O'sha ishlab chiqarayotgan kontentni ko'rasiz. И ular o'sha podpiskada yig'ilayotgan pulni reinvestitsiya qilib, yangi material ishlab chiqarishadi. Agar bu narsa ishlamay qolsa, yangi material ishlab chiqarish ham qiyin bo'ladi. Keyin podpiska bosmaydi-ki, hech kim kirmaydi, pul to'lov qilmaydi. Misol uchun reinvestitsiya qilib, yangi mahsulotni ishlab chiqarmasa, qolib ketadi-da. Demak, sizni hozir gapingizdan kelib chiqyapti, O'zbekistonda menimcha bu narsa yo'q bo'lsa kerak deb o'ylardim. Siz hozir gapingizdan fikrim o'zgaryapti. Product placement degan narsa bor ekan-da. Product placement. Product placement hozircha tushuntirib ketay. Misol uchun Bollywoodlarda, misol uchun Gollywoodda bilsangiz Disney bor, Universal Pictures o'shalar kino markazlar bor. Ularga rejissyorlar olib borib ssenariy bilan ideyani taklif qilishgandan keyin ular e'lon berishadi. Bizda mana shu mavzuda kino olyapmiz deb, film olyapmiz deb. Keyin unga mehmonxonalar, otellar, turistik markazlar, avtosalonlar homiylik sifatida chiqishadi. Ya'ni product placement bo'lib chiqishadi. Undan keyin kinoni qaysidir miqdorini qoplashadi. Keyin sotib, misol uchun foydasini qilishadi. Misol uchun Bollywoodda ham bor, Raj Films nima edi?
shunaqa kino markazlari. Bular ham shunaqa stilda ishlashadi, product placement asosida. O'zi shunaqa bo'lishi kerak-da. O'zbekistonda bormi shunda bu? Rivojlanyaptimi yo paydo bo'lgan? Rivojlanyapti. Biz o'zimiz ham shaxsan o'sha aytib o'tsam bo'ladi. Biz shu narsani testировать qilamiz. Bizda shunaqa chiqib turadi, mana shunaqa kimdir ko'rgan bo'lsa kerak, bunaqa ba'zida nagle reklama qo'yamiz. Mana shunaqa produkt deb bir xilada такой аккуратный syujet ichiga kirib ketadi-da, bilinmay qolasizlar. Misol uchun anaqada syujet bo'yicha dialog bor-da, ikkita qahramon gaplashib o'tiribdi, nimadir tema bo'yicha. Stalovoydami yoki qayerdami. Misol uchun bu bitta brendni joy bo'lishi mumkin ham. Evasmi yoki qaysidir joylarda. Как сказать, u anaqa o'tkazib bo'lmaydi, o'sha reklamani перемотать qilolmaysiz. Chunki bu syujetga важный narsa haqida gaplashyapti-da. Но при этом ichida anaqa reklama bor, shu brendlar, logotiplar turibdi, o'sha ovqatlanayotgan narsasida. Bu men o'ylayman, такой взаимовыгодный narsa-da. Chunki boshqa qayerdan chiqarasiz yana anaqa производственный anaqa pul. Shunda sizlar ta'rif qo'yasizlarmi? Misol uchun syujet ichida biz reklama qilib ketsak, mana shuncha pul bo'ladi. Yo alohida qanaqadir reklama qilib ketsak, mana shuncha pul bo'ladi. Misol kinoni qanaqadir boshlanishida reklama qilib ketishadi. No, tarif deyish qiyin. To'g'risini aytsam, chunki buni har safar individualniy narsa. Bir xilada qaysidir tashkilotdan buyurtma ham bo'lishi mumkin. Misol uchun anaqa inson uchun degan ichimizdan ko'rgan bo'lsangiz, u yerda o'sha ijtimoiy himoya zakaz bo'yicha anaqa ishlangan ish, u boshqa пример. Ular полностью o'ziga производствоni qoplab, biz mana shu mavzuni olib chiqishimizga anaqa mablag' beriladi. Bir xilada misol uchun bitta kinoning ichida bir nechta brendlarni yig'ib, shunaqa obraz bilan производствоni rasulini chiqaradi. Shu eng oxirgisi misol uchun 5 och yoki hozirgi ishlayotganimiz ham ustida. YouTube'ga qo'ydinglarmi 5 og'ochni? Eng oxirgisi bo'ldi o'sha. Ko'rib chiqamiz bo'lmasa, ko'rishni tavsiya beramiz ko'pchilikka. 5 og'och, ha? Zo'r. Netflix haqida ozgincha nima qilsak, gaplashsak, misol uchun stream platformasi. Menimcha 300 milliontaga yaqin obunachisi bor. Biza qanaqa mana bu ITV yoki sizlarda ham misol uchun hozir bormi yo'qmi mana Poxer TVning nimasi shunaqa platformasi? Yo'q, hozircha faqat YouTube'da. Maqsad bor-a? Да, biz hozir nabrot o'sha ITV bilan как сотрудничество birgalikda proyekt ustida ishlaymiz hozir. Biz birga o'sha ssenariy yozib, serial ishlab chiqarib, ITVning platformasida chiqadi. Chunki ularda уже bor narsa, уже ishlayapti. Bizga hozir ancha qiyinroq uni noldan qilib platformani ishlab turib. Ancha mablag' ham kerak bo'ladi. Xo'p, tushundim. Endi nimamiz? Poxer TVni yaqin kunlarda, balkim yaqin yillarda qilmoqchi bo'lgan loyihasi 3 ta. Bu xoh serial bo'lsin, xoh kino bo'lsin, film bo'lsin, qisqa metrajli bo'lsin, reklama rolik bo'lsin. Glавныйsi u loyihalar jamiyatga nima bera oladi? Ko'rgan odam o'zi uchun nima ola oladi? O'sha planlarni aytyapsiz-da, to'g'rimi? Planlar. Balkim keyingi 3 yilda, balkim keyingi 1 yilda, 3 oyda planlar bormi? Hozirda keyingi 1 yilda o'sha hozir serial ustidan ishlaymiz. Xudo xolasa keyingi yil chiqadi u. O'zi keyingi yil plan bo'yicha 2 ta serial olishimiz kerak. To'liq metrajli kinoni ham hozir yozamiz, u sal qiyinroq uni joyini topish, homiy bo'yicha ham, uni keyin realizatsiyasini. Serialda hozir ancha osonroq. Chunki u 10 ta seriya bo'lsa, misol uchun 2-3 oy har hafta chiqadi, tomoshabinni o'sha vnimaniyasini ushlab turishga osonroq bo'ladi. O'sha seriallarda, o'tgan seriallarimizda o'zi umuman olgan boshqa ishlarimizda, qisqa metrajli kino bo'ladi, boshqa narsa bo'ladi. Qanaqadir to'g'ri pasil, ma'no anaqa olib chiqishga harakat qilamiz. O'sha jamiyatda o'sha nima bo'layotgan qanaqadir muammo, problemani o'sha to'g'ri formatda olib chiqib, o'sha ko'rsatib, qanaqadir yechim berish bormi misol uchun? Yechim emas, endi hatto bu o'sha narsa haqida gapirishdi. Yo'q, gapirish mayli. Yechim ham berish kerak-ku. O'zi siz aytayotgan narsalar bo'lyapti. O'zbek seriallarida bor-ku, o'sha muammoni olib chiqishadi-da, prosta ko'rsatib berish, lekin yechimni oxirida berishmaydi. No, yechimni berish u kinoning vazifasi emas-da u. Ko'rsatish vazifasi. Sizni tarbiyalamaydi-da u kino. U
bor haqiqatni ko'rsatishi mumkin. U oynaga o'xshagan narsada. Mana har davrni, har mamlakatni kinosini olib chiqsangiz, o'sha paytda o'sha mamlakatda nima bo'layotgan, nima odam tashvishi bo'lganda shunaqa tushunib olsangiz bo'ladi-da. U oyna u просто, как nima deydi, zafiksировать qiladi, suratga o'xshagan narsada. Mana shu paytda mana shunaqa narsa bo'lganda, bu qanaqa nima deydi, vывод qilish u sizdan-da o'zi, odam o'zidan. Qanchalik u sizga ta'sir qiladi, u mana shunaqa narsa bo'lgan ekan deb. O'zi shunaqa bo'ladi, misol uchun qaysidir kinolar katta bitta muammoni olib chiqadi и общественный rezonans bo'lib ketadi. Bunaqa kino mashhur bo'lib ketgandan keyin, o'shandan keyin qanaqadir ta'sir bo'lishi mumkin. Mana oxirgi premyeradan eshitgandirsiz, mana Parazit, o'sha yujno-koreyskiy kino. O'sha juda ko'p ahamiyat olib kelgan anaqa o'sha nijniy klassmi nima deydi? Uni juda ma'nosi. Uni tahlil qilaman desangiz bu podkast yetmaydi. Shunaqa. Juda ko'p. Keyin anaqa bor, eskiroq Человек дождя, Rainman, eshitmagansiz? Tom Cruise eski kinosi, autizm temasini juda katta olib chiqqandi o'sha narsani. O'sha kinodan keyin juda anaqa ko'p ahamiyat bo'lgan o'sha bunaqaga problemaga. Parazitlarni kadr olish jarayonidan qanaqadir zo'r ishlanganda, chiroqlar bo'yicha ham, boshqa bo'yicha ham bu bitta kadrini ko'rgan bo'lsangiz, o'sha kambag'al oilaning o'g'li ingliz tili o'qituvchisi bo'lib ishga keladi-ku, boy oilaga kirishda, eshikni ochib kirishda boshidan quyosh tushib turadi. Ya'niki bu senga omad kelyapti, omaddan foydalanib ol degan ma'nolarni bildiradi. Oddiy mana shunaqada ma'nolarni qo'shib ketganda, keyin ko'rgan bo'lsangiz, bitta xizmatkorni haydab yuborishadi-ku. Haydab yuborgandan keyin qaytib keladi, yerto'lada narsam qolib ketibdi, o'shani olib olay deb. Erini olishga keladi. Shunaqa. Erini olgandan keyin bilib oladi-ku. Bilib olgandan keyin unaqa deydi. Keyin men bu xizmatkorlarni siri ochilib qoladi. Ular ham o'sha firibgarligini bilib qoladi, keyin qo'rqitadi-ku, misol uchun telefonda, qurolda emas, telefonda qo'rqitadi. Mana sizlarni videoga oldim. Endi hozir mana shu nimani samolyotchani bossam, xo'jayinga boradi, hammani qamalasam, qo'lingni ko'tarlaring deydi. Ya'ni-ku bu telefonni 21-asrni qurol degan ma'noni ko'rsatyapti-da. Medianing kuchidan qo'rqilaring. Bu medianing kuchi seni misol uchun sharmanda qilishi mumkin degan ma'nolari bor, chuqur ma'nolari bor. Keyin erini olib chiqib yerto'ladan mana bu nima edi? Divanda o'tirg'izib, mana bu samolyotchani qara, xuddi bizani Shimoliy Koreya samolyot uchtiradi-ku, o'shanga o'xshar ekan deb siyosatni ham olib chiqqanda, ya'ni Shimoliy Koreya Janubiy Koreya bilan bir-birini qo'rqitadi-ku. Shunaqa. Men senga anavi qilmagan, menga sakramagan, bittada yo'q qo'yaraman deb qo'rqitib turadi. O'shani kinoda olib chiqqan siyosatda. Juda ham ko'p nimasi bor. Keyin siz aytgandek, qatlam ajratish. Boy qatlam, past qatlam. Ana unda chiroyli qilib ochib bergan. Bu sayohatga ketgandan keyin bu oila a'zosi bilan uyda yashaydi-ku, qanaqadir xohlagan ishini qiladi. O'shanda opasiga qarab aytadi-ku, "Opa deydi, men seni bu kiyimda, bu nimangda tanimabman. Sen xuddi boy zodagonlarga o'xshar ekansan" deydi. Ya'ni-ki unda nima demoqchi, odam tug'ildiki baravar, teng. Misol uchun ayrimlar boy bo'ladi, ayrimlar kambag'al bo'ladi, lekin kambag'alni ham chiroyli qilib o'sha shohona hayotda yashasa, boy bilan bir xil ko'rinadi degan ma'nolarni olib chiqqanda juda zo'r u. Da, shunaqa. Yana temalari ko'p. Ichiga kirsangiz, ma'nolari ko'p. Men o'sha kinoni shunaqa tasavvur qilaman. Ana butkul o'qib bo'lmaydigan kitob deb o'ylayman-da. Misol uchun haqiqiy kino. Haqiqiy kino. Misol uchun bir nechta pardalarga bo'lingan deb o'ylayman-da. Birinchi pardada oddiy odam, ko'rgan odam nima bo'layotganini tushunmaydi, lekin birinchi pardadagi holatlar, epizodlar ikkinchi pardaga zaifga tashlaydi. Ya'ni ichida mana bunaqa ma'nosi bor deydigan. O'shaning uchun menimcha u juda kuchli qanaqadir ilm kerak edi kinoni tushunish uchun ham, haqiqiy kinolarni tushunish uchun ham. Shu yana shunga o'xshagan kinolar juda ham ko'p. Endi ana meni parazitlarni aytib ketdingiz, men prosta aytib ketdim. Chunki kinoni biz rasa tahlil qilganmiz-da, o'tirib olib 2 martalab, 3 martalab ko'rib chiqib nima demoqchi, nima ma'no bermoqchi. Lekin unda ayrim muammolarga yechim berib ketgan. Endi kino to'g'ri siz aytgandek bir ayrim kinolar bor. Shunchaki holatni ochib beradi. Mana shunaqa o'zinglar ana fikr bizadan xulosa o'zingdan deydi-ku, mana shunaqa ochib beradi. Ayrim kinolar bor, yechim ham berib ketadi oxirida.
mana shunaqa bo'lsa mana shunaqa bo'ladi deb Mhm. fikr beradiganlar bor. Shu demak, sizlarda endi o'sha loyihada tushunishim bo'yicha jamiyatda bo'layotgan muammolaringiz, o'sha paytdagi muammolarni olib chiqasizlar demak, o'sha 3 ta loyiha bo'yicha. Anani aytibsiz, da planlarda shunaqa, shu narsaga harakat qilamiz. Nima mavzu, misol bitta misol keltirsangiz? Giyohvandlik yoki qanaqadir bolalarni qora toriga o'rganib qolishi, qanaqa mavzular misol uchun? Endi hozir aytsam endi spoiler bo'lib qolishi mumkin. Просто anaqa mana shu hozirgi ishlayotgan formatimizda o'sha 1 yilcha ishladik. Mana shu qisqa kinolarni olib. O'zim ozgina charchagandim o'sha formatdan. Уже bilganimiz, то что bizga o'zi allaqachon o'sha katta kinoga yoki serialga erishimiz paytimiz kelgandi. O'sha paytda o'sha YouTube'ga ham aytib chiqqandim, mana shu Beshyog'och o'sha oxirgi kinomiz bo'ladi. Keyin o'sha hozir anaqa urinmoqchimiz deb. Menimcha buni sal yaqinroq bo'lganda bor, o'shanda aytsam to'g'ri bo'ladi. Hozir aytib qo'ysam bilmayman endi hozir. Chunki ancha oy bo'ldi, bir necha oydan beri ishlab o'tirman shu hozir ssenariy ustida. Bitta Shunga hozirgi ayrim kinolarga o'xshab propaganda bo'ladimi yo'qmi? Propaganda? Qanaqa propaganda? Endi bizani juda ko'p kinolarda, endi eski kinolarda ham propaganda bo'lgan. Hozirgi ayrim kinolarda ham propaganda. Endi Vladimir Leninni gapi bor-ku, bilsangiz. San'atlar ichida hozirda bizga eng kerakli bo'lgani bu kino deydi. Kino san'ati deydi. Ya'niki u bu gapni nimaga aytgan? Sobiq SSR davrida misol uchun olingan kinolarda hammasida bir yaxshilab ko'rsangiz, ichkilikka da'vat qilish bor. Ya'niki ota qizi bilan ichyapti, misol to'ylarda, boshqa propaganda. Mahallada duv gapni ham ko'rgan bo'lsangiz, ichadi-ku aroqni, misol nimadan to'ylarda bazm qilish uchun, xursand bo'lish uchun. Keyin yana bitta kino bor edi, esimda yo'q. Bolasi bitta qizni yaxshi ko'rib qoladi, keyin otasi bilan mashinada ko'chama-ko'cha aylanib yuradi-ku. Bitta to'yga ham kirib qolishadi. Tohir va Zuhramidi? Shunaqamidi, nomida eslasa, eski kinoda o'g'li qanaqadir bitta qizni ko'rib qoladi, dadasi bilan chiqishadi-ku. O'sha dadasi Obid Asomov o'ynagan, o'g'li Tohir Sadakov o'ynagan o'sha kinomi? Rossiyskiy kino lekin. Rossiyskiymi? Yo'q, eski kino. O'zbek film, eski. O'shani ko'rganman faqat. O'shanda ham bordi, misol uchun qaysidir qishloqqa kirishadi, to'y bo'layotgan deyishadi, kirib o'sha yerda ichishadi, to'y bazm qilish kerak, to'y aroqsiz bo'lmaydi deb. O'sha propagandada endi. Misol uchun, может быть, o'shandan keyin bizani to'ylarimizda aroq ichish misol uchun odat bo'lib qolgandir, misol uchun. Shunaqa propagandaga moyillik nimalar bor-da. Menimcha u har doim bo'lgan narsa. Endi men fikrim. Yo'q, endi propaganda mas qilib nima qilish bizani nimamizga to'g'ri kelmaydi-da, misol uchun. Ayrim kinolar bor o'sha yerda, misol uchun videoroliklar bor, Amir Temurni misol uchun yomonlab chiqqani, misol uchun. O'sha Sovet davrida ham propagandaning bir yo'lida. Shunaqa narsalar bor. Sizlarda demak faqat mavzu bo'ladi, o'sha 3 ta loyihada. Da, menimcha propaganda deb aytish xato. Xudo qiyin. Endi balki qaysidir go'z zakaz bo'lsami yoki nimadir bo'lsa, может быть, o'shanda bo'lishi mumkin. U ham har doim emas, menimcha. Bizda hozircha пока что-da erkinroq, но o'shanda ham biz to'g'ri qanaqadir to'g'ri ma'no, o'sha to'g'ri posl olib chiqishga harakat qilamiz. Kino insonning psixologiyasiga qanchalik darajada ta'sir qila oladi deb o'ylaysiz? Kino inson psixologiyasida qanchalik roli katta? Psixologiyasiga. Film, kino, qisqa metrajli. Bilmasam endi psixologiyaga qanaqasiga ta'sir qiladi endi. Odamning Может быть, bilmayman. Qo'rqitib qo'yishi mumkinmi? Qaysidir tema ujasmi yoki bilmayman. Yoki nimadir haqida o'ylantirib qolishi mumkinmi? Endi psixologiya deganda uni qattiq so'z deyman-chi. Biz menimcha chuqur o'ylantirib qo'yish mumkin. Misol uchun o'zimda Open Gamer'ni birinchi marta ko'rganda shu oxirida ko'rsatadi-yu. Hozir dunyo bo'yicha shunaqangi ko'p ядерный оружие bor, что bittada yo'q qilish mumkin dunyoda. O'shandan keyin
kinoteatrdan chiqib blin deb shunaqa o'tirasizda неужели mana shunaqa типа fikrlashni o'zgaryapti. hozir не дай bog' qanaqadir urush boshlanib ketsa voy вообще bo'lib ketadi qanaqadir trevoga olib chiqadi может быть shunaqa состояние olib kelishi mumkin endi psixologiya deb endi uni menga qiyin uni tushuntirish. Psixologiyaga juda ham ta'siri katta deb aytishadi. Endi men ham bilmayman. Endi mana uni aytayotgan bo'lsangiz kerak o'sha propaganda deysiz-ku. Ha, u ham yopiq davlatlar bor. Может быть hamma kinolari bitta qanaqadir ideologiyaga xizmat qiladigan bo'lib, может быть shunaqasi qanaqadir taqsir bo'ladimi bilmayman endi. Balki o'sha soyuz paytida chiqqan kinolarda endi paytda har xil kinolar chiqqan, в принципе uni bitta qanaqadir kategoriyaga olib kelish qiyin-da. Ha, yo'q, kategoriyaga olib kelish qiyin, lekin misol uchun har bir kinoda siz hozir erkinlik tarafdorisiz-ku, erkin ijod qilsam deb hech kim xalaqit bermasa, endi u yerda qarshilik bo'lganda, mana shu mavzularni olib chiqasan, mana shu yozuvchini yomonlab chiqasan, yomon ko'rsatasan deb. Может быть shunaqa-da. Shunaqa narsalar bo'lgan. Misol uchun bizani jadidchilarni misol uchun yomonlagan kinolar bor ayrimlarida, misol uchun sovet davrida olinganda, sovet davrida olingan kinolar. Endi hozir xudoga shukr, ghost proyektlar ishlab oldingi jadidchilarni, ili o'sha shoirlarni, yozuvchilarni o'tganlarni, misol uchun din ulamolarini yaxshi ma'noda kino olib chiqishyapti zo'r qilib. Davlat tomonidan ajratilgan pullar orqali budjet qoplaydi bu rasxodlarni. O'sha orqali olib chiqishyapti. Shu psixologiya deganda endi nima desam bo'ladi? Siyosatga ham kirib ketadi, ya'ni siyosiy qanaqadir nimalarni ham ko'rsatib berishadi-da. Insonni o'sha kino orqali baribir odam psixologiyasi mana bunaqa-ku, ekranda ko'p ko'rgan nimaga moyil bo'lib qoladi, ya'ni tobe bo'lib qoladi miya orqali. O'sha hozir o'zingizda fikrlanga, misol uchun kinoda ko'p ko'ryapsiz-da, aktyorni ko'ryapsiz. Psixologiya tomonlama unga qanaqadir nima bo'lib qolasiz, tobe bo'lib qolasiz. Ko'chada ko'rsangiz borib o'zingizdan o'zingiz borib rasmga tushgingiz keladi-da. U ham oddiy odam, lekin sizning xayolingizda ko'p o'sha aktyorni kuzatib, unga muxlis bo'lib tobe bo'lganingizdan keyin bu psixologiya nazaridan aytayapman-da endi. O'sha odamni yaxshi ko'rib qolasiz. Может быть, u hayotda juda iflos odamdir. Lekin misolda endi. Lekin siz uni ekranda yaxshi ko'rib qolasiz. Borasiz-da, misol uchun salomlashasiz, rasmga tushgingiz keladi, suhbat qilgingiz keladi, vaqt o'tkazgingiz keladi. O'sha bilan bu psixologiya. Shunga o'xshab kino sohasi insonlarni o'sha psixologiyasiga katta ta'siri bo'lganligi uchun bu kino sohasini siyosatda ham juda ko'p ishlatishadi. Misol uchun siyosiy o'yinlarni oqni qora qilib, qorani oq qilib ko'rsatish oson-da kino orqali. Shu propaganda-da, propaganda. O'sha propagandaning ichiga shu siyosat ham, demak, psixologiya bilan o'ynash ham, insonning psixologiyasi bilan o'ynash ham hammasi kirib ketadi. Keyingi masalamiz shu sizlar misol uchun qanaqa desam bo'ladi? Ayrim insonlar ijod qilishayotganda, ideya o'ylashayotganda, kreativlik tomonlama yoki o'sha loyihaga yondashuv tomonlama chet elliklarga ko'rib chiqadi. Chet ellik, misol chet el productionlarning mahsulotlarini, misol Qozog'iston, Rossiya yoki Yevropa mamlakatlarini ko'rib chiqib, o'shanga moslashtirishga, o'zini stilini moslashtirib ketishga harakat qilishadi. Ayrimlari bor, o'zi qanaqadir narsalarni qanaqadir boshqacha narsa qilishga harakat qilishadi. Sizlarda qanaqa shu kreativlik bo'yicha yondashish, misol uchun stil yo'qlar ham ko'p kuzatasizlarmi boshqa productionlarni kuzatib turib? Shu kimdan ilhomlanamiz deysizmi? Shuni endi har bir tarafdan, misol uchun asosda, конечно же, o'zim men o'sha gollivudskiy, o'sha amerikanskiy kinolarni katta bo'lganman. Harakat qilaman, чтобы uni podachasi, o'sha obyortkasi bor-ku, montaj, muzika hamda sifat bo'yicha maksimalniy qo'ldan kelgancha o'tga yaqin bo'lsa, ichidagi bo'layotgan narsa, sodержанияsi u bizaniki bo'lsin, bizning muammolar haqida. Mana shu menimcha zo'r сочетание-da. Chunki baribir trendni o'tdan ular zadovat qiladi baribir-da. Ular, как это сказать, birinchi bo'lib ko'p narsani ochishgan. Но bizda bo'layotgan muammo, bizani o'zimizni nima deydi, особенностьlarimiz bor, которые chiqarib qo'yadi.
и mana shu sочетаниeni topish kerak menimcha. Nima bilan solishtirsa bo'ladi? Ну как bilmayman. Bir shunaqa qilishadi-yu, shu milliy muzikani rock muzika bilan aralashtirib, qanaqadir smes qilib, tipo tushuntirish qiyin buni. Demak, industriya bo'yicha o'sha eng yaqin qo'shni davlatlarimiz bor, o'sha Qozog'iston, Qirg'iziston, u yerda bizning sohada shug'ullanadigan tanish o'rtoqlarimiz ham ko'p. Ular bilan ko'p gaplashib turaman. maslahatlashib. Zo'r lekin Qozog'iston. Ular bizga yaqinroqda anaqasi. Obstanovka mana bu situatsiya bo'yicha ma'nosasizlar qanaqa qilgansizlar, mana qanaqa yechgansizlar deb u yerda bo'lish anaqa texnik savollar ko'p beraman-da ularga. O'zbekiston qachon bir Qozog'istonga darajasiga yetadi deb o'ylaysiz mana? Qozog'iston yetib ketdingiz. Menimcha yetadi обязательно. Menimcha hali endi prognoz berish qiyin-u. Просто bizda shunaqa bo'lgan, endi hamma biladi, что bizda shunaqa payt bo'lgan, trendni biz berganmiz-da, bizani anaqa. Bizning kinolarimiz juda mashhur bo'lgan, shu O'rta Osiyo bo'yicha ular ko'rib katta bo'lganda bizning kinolarni. Endi teskari bo'ldi. Keyin bizda nimadir bo'ldi, переломный момент, ozgina to'xtab qoldi bizda. O'sha nimadir nima bo'ldi? Endi hamma har xil deydi. Просто ana men bor-ku, ko'ryapsizlar, anaqa o'zbek kino rivojlanib kelyapti, короче. Keyin pastda bojalar paydo bo'ldi, keyin pastga tushib ketadi, tipo. Shunga o'xshagan muomala bunaqa bo'lganmi, bilmayman. Mana anavi qildim. Endi bilsangiz hamma davlatda iqtisodida yalpi ichki mahsulot bor, ha? Misol uchun yalpi ichki mahsulot bor. Ayrim davlatlarda misol uchun nechta foizga to'g'ri keladi. Kino sanoati Turkiyada balandroq, Hindistonda ancha baland, Amerikada 1% ga to'g'ri keladigan. Yalpi ichki mahsulotiga kino sanoati 1% ga to'g'ri keladi. Bu degani Amerikani yalpi ichki mahsulotiga nisbatan juda sezilarli foizda, bu 1% bo'lsa ham. Keyin O'zbekistonnikini qidirdim. Ya'niki necha foizga to'g'ri nima bo'lyapti deb rosa ma'lumotlar qidirdim. Ana rasmiy ma'lumot yo'q nimagadir. 8,7 million dollar bor. O'sha men bu shuncha kinoda pul aylantirgan ekanman, 8,7 million dollar deb xursand bo'lib qarasam, bu pullar davlat tomonidan ana ko'maklash sifatida rivojlantirish uchun sarflangan pullar ekan. Hech qanaqa ya'niki nima yo'q ekan. Bitta shun bolani kinosi kinoteatrda ko'p sotilgan ekan, o'shandan qanchadir milliard so'm kelgan ekan, keyin baron undan oldidan, undan keyin ham bo'lgan. 2010-yillarda odamlar konkretni borishgan kinoga. Yo'q, undan keyin demoqchiman. 2024 ni aytyapman men, aytgancha 2024. Endi-da уже 2024 statistikasi bo'yicha keyin baron 2 ni hisoblashdi. Baron 2 da qanaqadir qancha diramda bir 1,5 milliardmi shunchaga yaqin pul tushgan degan ma'lumotlari, bu ham rasmiy aniq emas. Lekin Qozog'istonda ko'rib chiqdim-da, qiziqib endi qiziqasi Qozog'iston. Qozog'istonda 84 million dollar. Tushunasiz? 84 million dollar. Bu bundan qancha barobar? Bitta bir 10 barobar ko'p-da, 100 barobar, 10 barobar. 84 million dollar, ya'niki mahalliy kino orqali kinoteatrda sotishgan. Chet el kinolarini kinoteatrga qo'yib sotishgan. O'shani nimasi 84 million dollarga chiqibdi. O'shandan taqqoslasak, bizani misol uchun qachondir shu darajaga yetadi. Ularda qarang, bizda to'xtab qolgan payt bor-ku. Nima bo'lgan bo'lsa ham o'sha davlat tarafdan qattiq anaqa vmешательство bo'lganmi, bilmayman. Men uni katta ekspert deb o'tirmayman, просто o'sha o'zim ham o'sha podkastlarni eshitib chiqib, anaqa nimadir formulyatsiya qilganda-da. Просто men bilgan narsa to, что Qozog'istonda просто unaqa moment bo'lgan. Ularda bizdan qattiq rivojlanmagan bo'lsa ham, ular просто to'xtamasdan ketaverganda, mana shunaqa sekin stabilniy ketgan. ketavergan. Ularni o'zini xalqi o'zini kinosiga tushadi-da. Bizga anaqada statistikani ko'rsatishganda, bir 50% ga yaqinroq o'sha amerikanskiy kinolar bo'lsa, kassa qiladigan. Qolgani o'zini kinosida. Mahalliy kinolarda. Ular o'zini kinosiga tushadi. Kinoteatrlar bizda ancha ko'p. Bizda kamroq-ku unaqa. Ular bizdan ko'proq o'rgangan anaqa kontentga pul to'lashga. Misol uchun piratskiy saytlar yo'q, bizdagi anaqa OPD. Reska misol uchun-da, u yerda bloklangan уже. U yerda bizda shu ITV salon bo'lsa, ularda уже nechta-da, o'sha Salon Media bor, Unica, keyin Freedom Media, nimadir, короче, chiqib ketganda, уже ko'p anaqa rivojlanib ketgan.
И ulardan keyin уже biz emas, уже Qirg'izistonda Da. menimcha ikkinchi o'rinda. Chunki u yerda ham industriya shunaqa ishlaydi. U yerda men eshitganim bo'yicha kinolar olish может быть bunchalik qimmat bo'lmashi ham mumkin-da. Menga eshitgan dedi $30,000 ga bitta kino olsa bo'ladi. Nos o'sha pulni tikasiz, dedi 100 mingcha обратно chiqarasiz-da, tipo. Industriya aytmoqchimanki ishlayapti. Bizda unaqa narsa yo'q-da. Bizda shu siz topgan statistika, скорее всего, u tikilgan pulmi deyman. Chunki bizda qaysi pul? 8,7 million dollar? da, men uni Yo, u tikilgan pul davlat byudjetidan nima deydi, kinoni rivojlantirish uchun tikilgan pul. Kino teatrida sotilgan emas. Вот, o'sha menimcha yomon narsa-da. Chunki bilmayman, balki ularda maqsad boshqadir. Kinolarga pul tikish. No, Поддержка. Может быть, bilmayman, qaysidir bu yerda ham qanaqadir sel bo'lishi mumkin-da. Har bitta kinoda nimaga bu kino shunaqa sponsor qilyapti-da. No, обратно anaqa yo'q-da. Biz misol uchun davlat pul tikadi, no, обратно chiqarmaydi o'sha pulni. Hamma ishlayotgan odam o'sha производство anaqa ishlashadi-da. Ishlayotganda, может быть, bu ham qattiq ta'sir qilayotgandir. Hozir ularni yutug'i, mayli moliyaviy tomonlama ko'rib chiqdik, ya'niki o'sha insonlarni, qozoqlarni kino teatriga ko'proq bilet sotib olib, поддержка qilishdi deylik. Lekin olish stilida bo'lsa-chi, ularni baribir nimasi zo'r-ku, ssenaristi zo'rmi bilmayman. Ko'rsangiz, boshni ko'rib qolsangiz, oxirigacha ko'rishingiz majbur bo'lasiz-da, qiziqligini. Qaysi kinolar bor hozir Qozog'istonda misolga yaxshi olinayotgan? Endi ular ko'p chiqaradi-da, ularda. Siz bittasini tahlil qilib bering, misol uchun. Men oxirgi payt Qirg'izistonni ko'p ko'rdim. Bitta O't degan kino chiqdi yaqinda. Ужастик. O'zi o'tda qanaqa evolyutsiya bo'lgan? Kino ishlashni boshlaganda aslida komediya olishgandi-da. O'sha yerdagi mashhur bloger, vaynerlar bilan kollaboratsiya qilib, sal sodda bo'lishi mumkin. Bundan ko'rasiz, dano deysiz-da. No, komediya odam o'sha kayfiyatini ko'taradigan shunaqa kinolar ko'p bo'lganda boshida. Odamlar ko'p tushib boshlagan. Keyin o'sha bir payt odam to'yadi, nimadir yengil narsa xohlaydi. Nimagadir ularda hozir ujusga anaqa tendensiya bo'lib ketdi hozir. Demak, odamlarning talabidan kelib chiqib mahsulot yaratish. Tipada. Endi ujuslar populyarlar bo'lyapti. Bo'lmasa Qozog'istonda ham shunaqa, Qirg'izistonda ham shunaqa. O't degan kinoni ko'rdim. U anaqa o'zbekchaga juda zo'r anaqa qilishgan ekan. Nima deydi? Dublyaj. Juda sifatli dublyaj qilishgan ekan. Men hayron qoldim. Ko'p chiqdi, menga yoqdi lekin. Dublyaj san'ati zo'r lekin kinolarni chiroyli qilib. Da, no, в принципе, dublyajdan tushuna olasiz, mana shu tilni baribir почти bir xil. Anaqani ham ko'rganim, o'sha Jannat onalar oyoq ostida. Qirg'izistonniki. Keyin Jigarni ham o'sha originalni ko'rganim, в принципе, понятно. Anaqa tilda o'xshaydi baribir. No, dublyaj bilan ko'rsangiz ham juda zo'r qilishgan dublyajni. Men o'sha Jigarni ko'rganim yo'q to'liq. YouTube'da u yoqda ko'rdim. Keyin kimga aytdi, menga topib ber deb, babush nimaga aytgani topib bermadi, hali ko'rganim yo'q lekin. Ular yaxshi olib ko'rishyapti mana shunaqa. Eshitgan bo'lsangiz, Fantastic Fourni ham anaqa palma qilishgandi, anaqa o'zbekchaga. O'zi обычно televizionniy tarjima qilishadi kinoni. O'sha bor daroshkani olib turib, o'sha gapirayotgan joyini ovozini pasaytirib, anaqa переводini yozib, keyin gap tugagandan keyin обратно kodini baland qilishadi, effektli bo'lganda. Faqat ovozni o'zidan olib olishdi. Hozir shunaqa sifatli qilishyapti, то что da kinoni faqat переозвучка qilishyapti, o'zini effektlari, muzikalar qolib ketyapti-da. Zo'rda o'sha. O'sha zo'r sifat bo'lyapti-da. Zo'r sifat beradi. Odam ham ko'rgandan keyin tushunadi. Yaxshi, mazza qilasiz. Hamma narsasi joyida. Mana bir ikki kino shuni ruschada ko'radigan bo'lsam, bilmayman, o'zbekchada ko'rish qiziq bo'lib qoldi, qanaqadir zo'r qilishyotganga. Hozir Poxer TV'ning maqsadi bormi odamlarni qaytarib kino teatriga qaytarish? Вообще, да, конечно же, o'zi biz YouTube'ga ham yozib qo'yganmiz. Biz bir kun anaqa katta kino olamiz deb. Bu bizning asosiy o'sha maqsadimiz. Вот, menimcha hozircha juda qiyin ko'rinadi. Chunki u kinoga sponsor topish, keyin uni продвижение qilish, marketing, odamlarni motivatsiya berish, kelinglar zalga, kinoni ko'ringlar deb. U juda qiyin zadachadan, endi men optimist bo'lishga harakat qilaman, to'g'ri shu paytlar ham baribir keladi. Hozir sizlar masalan yaxshi bilsangiz kerak, shu Ulug'bek Qodirov, Alisher Uzoqovlar davrida kino teatrda misol uchun bilet tugab qolardi. Shu. O'sha davr o'rtada qolib nima bo'lib qoldi? O'sha sababi nima? Misol uchun bir qismli filmlar olinmayotganligidami yoki odamlar
YouTube chiqib ketganida, ammo YouTube chiqqandan keyin o'sha filmlar yoki kinolar tekin varianti berilgani sabablimi yoki endi bu yerda televideniye bo'ldimi? hamma narsa Bir-biriga bog'liqmi? da hamma narsa rol o'ynaganda shu boya aytganimizdek qanaqadir переломный moment bo'lganda nimadir bo'lgan qaysidir kino bilmayman ko'p anaqani premyer qilishadi o'sha bojalar edi nomi boyvachcha Boyvachcha, rosa Uni- kassabok film deyishadi. uni как прикол qilib anaqa qilib gapirishadi то что bilmayman bu to'g'rimi yoki Million dollar olib kelganmi? bilmayman o'shani shunaqa deyishganda и uncha qimmat kino bo'lmagan deb eshitgandimda Rasxodi kam ketgan. Yo bu mumkin, tabiiy вот bo'lishi и mumkin. kimdir aytgan вот mana shunaqa kinolar akasi qilish kerak ekan deganmi bilmayman ko'p boshqa направлениеga urg'u berib keyin manga tushuntirish qiyinda to'g'risini aytsam buni anaqalar zo'r anaqa aytgan o'sha Sarvar Karimov ular ichidan biladi nima bo'lganini man o'sha ularni eshitib shunaqa formulyatsiya qilganda man anaqa tasavvurim ular zo'r tushuntirgandi o'sha mavzuni Oldin menga ham ko'pchilik ustozlarimiz aytishadi, bizni shanba yakshanba kuni bolalarni olib yokida yoshlar ham bog'ga bormasdan boshqa nimaga aylanib vaqtini o'tkazmasdan borishardi dedi kinoteatr. Bilet sotib olib borardik shanba yakshanba dam olish kunlari. To'lib ketardik. Ayni payt kira olmasdik kinoteatrga. Savol berdim. Nega hozir bormayapsizlar? O'sha kinoteatr o'sha joyda turibdi. Kinolar o'sha kino olinyapti. Nabarod yaxshiroq formatda desak, bilmadik nimagadir televideniyada ko'p kino berilayotgandi sabablimi yokida hozirgi kinolar yaxshi olinmayapti, hozirgi kinolar o'lib qolgan degan fikrda hamma ko'chada aytayotganligi uchunmi kinoga hurmatimiz qolmagan fikr qilishyapti. O'shaning uchun meni yana o'shandan kelib chiqadi, masalan, kinoteatrda shu borishmayotgan sabab menimcha bir qismli filmlarni, badiiy filmlarni olish juda nima bo'lib ketdi. Kamayib ketdi. Umuman hech kim olmasdan ham qo'yib qoldi. Объем kamayganda. Rosa объем kamaygan, ha? O'zim kuzatishga harakat qilaman. Shu faqat ikkita kino ko'rdim-da oxirgi paytda. Boshqa eshitmadim lekin. Narmanda chiqqan kino ikkita. Noda, endi o'zimga yoqdi o'sha O'zbekistonda. Qaysi kinoda? Ana Bahodir Yalangtosh. Endi Go'sproyekt u. Noda. Yo'q, buni qo'shmaymiz bu ro'yxatga. Bu boshqa. Siz Chassinani aytyapsizmi? Ha, oldin mana shu Alisher Usov, Ulug'bek Qodirovlar o'ynagan bor-ku, hammasi chasli edi. Ha, Hammasi o'sha problemada. O'sha Qirg'izistondagi anaqa bilan gaplashganda Chassin studiya bor, 1-1 degan. U o'tda kamda, o'tda adashmasam Go'sproyektli kam naborot. Uncha ko'p olishmaydi. Olishsa ham qattiq aralashmaydi anaqaga, Chassinning ishiga. O'tda Chassinlar ko'pda studiyada bosib urishadi. Qozog'istonda undan ham ko'p ish. Ana nimaniki ko'rsatuv bor-ku, o'zbek filmidan olib chiqib turibsa, reaktor. Reaktorni birikda ko'rganman, lekin rosa ochib bergan. O'sha juda ko'p nimalarni o'sha filmga bo'lgan, misol uchun film bo'yicha o'zbek filmni misol uchun tushunchasi bo'lmasa, o'shani ko'rsatsa ochib bergan. Nima qanaqa olishligini, qanaqa nima xato qilayotganini, keyin subyektivni ommaviy ongsizlantirish degan ko'rsatuv bor. O'shanda ham rosa kinoni ochib bergan. Ko'rganman. Chiroyli qilib men bir ko'ruvdim, bir 2 yilmi, 1 yil oldin ko'ruvdim, yana ko'rib chiqdim. Siz zo'r lekin ochib bergan ekanlar. Jamshidxon aka. Juda prikol qilganlar. Men kulganman lekin rosa. Prikol, lekin rostini aytib chiqqanda, hammasini misol uchun rostini aytib chiqqan, mavzularida ham bir ma'no mantiq yo'q. Endi rostini aytsa, shundoq o'ylab qarasa, bu biznes bo'lib qoldi-da. O'sha serial olib berish telekanaliga. Biznes? Ha. Serial. Telekanalga serial olib beradi-ku. Men lekin biznes deyolmasdim lekin. Yo'q, biznes uchun olinyapti deylik. Ijod uchun emas, biznes uchun. Balki endi men biznes uchun nimaga biznes uchunligini mazga hozir tushuntirib beraman misollar orqali. Просто katta byudjet ham yo'q-da. Byudjet ham yo'q, da. Endi bu yerda bo'lmaydi. Ikki tomonlama xatosi bor. Misol televideniya ko'p pul bermaydi serial uchun. Ular ham o'sha bergan puliga qanoat qilib, o'shanga yarasha serial qilib beradi misol uchun. Ayb misol uchun o'sha serialni olib borib berayotganlarda ham emas. Ikki tomonlama nimasi bor. Misol byudjet kanallardan misol uchun
serial uchun katta byudjet ajratilmaydi. Misol uchun ajratilsa 10-15 milliongacha ajratilishi mumkin, balki 20 milliondir. Bitta seriyaga. Kamda. O'shaning uchun ular ham siqib, men bitta misolni aytaman. Bitta rejissor kino oldida, o'sha serial oldi, adashmasam 120 qismli 120 qismlik serial olaman deb ssenarini olib borib ko'rsatgan kanalga. Endi uni nomini aytmaymiz. Ko'rsatgan, keyin 5 ta qismini olgan. Televideniyani talabi bo'yicha 5 tami 10 ta qismni syomka qilib, o'zingizni yoningizdan rasxod qilib olib borasiz. Badiiy kengashi ko'rib chiqib tasdiqlatadi-da. Shunaqa olib borgan, tasdiqlatgandan keyin boshida endi zo'r aktyorlarni zo'r qilib, misol uchun kollektiv zo'r ko'rinadi 5 ta 6 ta qismda. Olganda keyin misol uchun bitta qismga summasini kelishib turib, kelishib shartnoma qilgandan keyin kanal tashlab beradi-da. Misol uchun 50%nidir qaysisini tashlab beradi. Uni siz ham yaxshi bilasiz. Misol uchun tashlab bergandan keyin ular nima qilishgan? O'sha ssenariy bo'yicha, ya'ni qimmat aktyorlarni boshida olib qo'ygan-ku glavniy rollarga. Keyin o'sha 30-qism, 50-qismga borgandan keyin o'sha qimmat aktyorlarni ssenariyni o'zgartirib o'ldirib yuborishgan. Bittasi o'lib ketgan, bittasi qamoqqa tushgan. Shunaqa bo'lib chiqarib yuborganda, rasxodni kamaytirish. Uni o'rniga misol uchun ko'chadan tekinga aktyorlarni olib, balki pul olgandir ulardan olib kelib turib, tiqib, mana shunaqa qilib kinoni oxirida qanaqadir nima qilib ketgan, lekin zo'r pul ishlagan. Ham berish kerak, zo'r pul ishlagan o'shandan. Misol uchun boshida 10 ta 20 ta qismga misol uchun 15 millionga dogovor qilgan bo'lsa, bitta qismiga 7 million yoki 10 million rasxod qilayotgan bo'lsa, aktyorlarni olib chiqib tashlagandan keyin 2 million 3 million rasxod qilganda, mana shunaqa qilib biznesni zo'r usuli. Yo'q, endi prosta televizionni seriallarni solishtirish o'zi da, o'zi aslida dunyo bo'yicha ham televizion seriallarga uncha katta byudjet ajratilmaydi, misol uchun. Prosta Amerikani kam byudjeti, bizani kam byudjeti o'ta har xil narsa-da. Misol uchun biz amerikanskiy televizion seriallarni ham ko'ramiz, Breaking Bad degan masalan shu. O'ta ham kartinkasi ja'on-joyli zo'r emas, lekin ko'rinishi sodda juda, prostoy. Prosta ularning Amerikasi bo'yicha как бы bizda hali shunaqasi ham yo'q-da, ko'racha. Taqqoslaganda. Konfet bazm degan narsa bor-da, konfet. Siz tushunsangiz kerak, bilsangiz kerak. Eshitganman. Ma'lumot bor ham. O'zingizda ishlatmaysiz, loyihalarda. Konfet degan narsa bor, o'shanga siz qanaqa qaraysiz? Fikr qanaqa? To'g'ri, noto'g'ri? Minus tomoni, plus tomoni. Endi men o'zim uchratmaganman. Prosta eshitganman, что вот mana shunaqa narsa bor ekan, o'sha televizion seriallarga kimdirlarni olib chiqib, shu yo'l bilan byudjetni ozgina ko'paytirib, aktyor bo'lmasa ham, talantli bo'lsa ham shu odamlarni olib chiqishar ekan. Endi gap sifatida eshitganman shu narsani. O'zim ishlamaganman. Keragi ham yo'q, ehtiyoj bo'lmasa kerak sizga. O'zi shunaqa ideya bo'lganda, anaqa kino yoki serial bo'ladi-yu, kino haqida. Kinostudiya ko'raman emas serialni. Kinostudiya Vavilon. Film a filmi bo'ladi-yu. Shunaqa ideya o'ylaganim, konfet mavzusini kino qilib olib chiqish. То есть sujet bo'yicha gruppa kino olayotgan bo'ladi. Kanal giroylar pul to'lab shunaqasi, tipo shu sifatida menga qiziq tema bo'lgandi. Menimcha faqat bizda bo'lsa kerak shunaqa. O'zbekistonda yo'q. Shunaqa. Adashmasam shunaqa. Bizda faqat. Bu ham endi pulga borib taqalyapti. O'sha kanallarni kam pul berganligi uchun shunaqa qilishadi. Endi u pulni olib kinoni o'ziga sarflasa mayli. Rejissor zo'r bo'lsa, pulini olib turib, undan qanaqadir bir aktyordan deylik, aktyor emas u. Qiziqib yurgan boladan pulini olib, undan aktyor tarbiyalasa, unga biz rozi, misol to'g'ri, ma'lum. Lekin u pulni olib cho'ntagiga olib boshqa qilib nima qilsa juda katta minusda. Misol uchun aktyorlikda mana bunaqa narsa bor-da. Aktyorlik yoki aktrisalik o'sha qiziqadigan odamni yoki orzusi bo'lgan odamni o'ziga gipnoz qilib oladi. Ya'niki qanaqa tushuntirsam ekan? Gipnoz bo'lib oladiki, o'sha aktyorlik yo'lida nima bo'lsa qilaveradi-da. Nima to'g'ri kelsa, men o'sha rejissor, misol uchun men kino olaman, men shunaqa rejissorman, aktyorlarni olib chiqib mashhur qilaman desa, o'shalarga gipnoz bo'lib qoladi. Ular nima talab qo'ysa qilaveradi-da. Bu meni boshimdan o'tgan, bundan
adashmasam 2022-yillar edi. Men ham ssenariy yozib, ozgincha pul bor edi. Kino olishga nima qilganman? Qiziqqanman и rejissor qidirganman. O'zim rejissorskini o'qiganman, lekin uncha kino olmaganman. Men ham qisqa shunaqa video reklamalarni olib yoki kino olganlarning orqasida borib o'rganib yurganman. O'zim mustaqil olmaganman. O'shaning uchun rejissor qidirganman. Jajji farishta edi. Hech qanaqa mana bunaqa oila, qaynota, kelin mavzusida emas, jajji farishta edi. Sal falsafiy ma'noda yozganmiz. O'shani olish uchun o'zbek filmga borganman. O'zbek filmi biz uni ko'rib chiqimiz kerak. Mana shuncha vaqt ketadi degan ssenaristlar ko'rsatsam, ja zo'r emas, ja past emas, lekin yaxshi olsang bo'ladi degan. Ssenaristlarning fikrida. Endi ular endi zo'r ssenariy o'qib yurgan, meni ssenariyni endi ko'rib turib bo'ladi, olsang bo'ladi deyishgan. Keyin rejissor qidirganman-da, bitta rejissor topganman. Endi biz ham yoshmiz, men rejissorman degan, mana shu Milliy TVga mana shu seriallarni olganman deb ko'rsatgan. Endi ishonib bo'ldi, ssenariy bor, ko'rsatganman, yoqqan, ideyani yoqqan. Bo'ldi, olamiz degan. Men aytganman, shart qo'yganman, mana shuncha pul misol uchun menda bor, mana shuncha syomka kuniga yetadi. Mana shunchasiga keyin siz to'laysiz. Bittalashib chiqargandan keyin uni misol uchun daromad keladigan yo'llarni qidirib topamiz, kelishganmiz. Xo'p deganda keyin men ssenariyni yanada yaxshiroq yozish, xato joylarni to'g'rilash va lokatsiyalar qidirish bo'yicha men ish olganman. U kasting qilaman deganda bir og'iz kasting qilaman deb qo'ygan, keyin kasting qilgan ekan, men bilmayman. Kasting qilganda keyin biz o'sha payt karantindan endi chiqqanligimiz uchun Chirchiqqa ketganmiz, syomkaga. Ketganimizdan keyin o'zi meni ssenariyimda 7 tami obraz bor-da, o'zi 7 ta qahramon bor. 7 kishi bor, qolganlari massovka, ko'chadagini ham iltimos qilsangiz bo'ladi-da. O'zi kasting qilib 40 ta odam olganda, kinoga 40 ta odam olgan. Keyin nimaga borganmiz? Chirchiqqa borganmiz, syomka boshlagan, 5 kuncha syomka bo'lganmiz, 5-kun syomkamiz to'xtab qolgan. Sababi nima? U kasting qilib o'sha 40 ta odamdan normalniy pul olgan hammasidan. Bitta rolga 5 kishini aytganda, "Mana shu rolda chiqasan" deb. Ular kelgan keyin biz kino boshlanganini xabar olib kelib, "Men qachon chiqaman?" o'zi qochib ketgan. Rejissor, operator. Keyin u yerda misol uchun men ham tashkilotchiman-ku, pul berib ana o'qib yuribman, keyin menga kelishgan hammasi. Hammasi menga kelishgan, "Pulimizni topib berasan, sen ham boshliq ekansan, seni ham tiling bir" deb. Endi ularga tushuntirish kerak, hammasiga bitta-bittadan. Tushuntirish kerak. Endi men shokdaman, rejissor ertalab bizni gastisadan chiqsa, rejissor yo'q. Operator ham ikkalasi qochib ketgan. Ikkalasi qilganda endi o'sha narsani. Pulni olgan ulardan. Ular endi menga kelgan. Bu yerda rol o'ynayotgan aktrisalar bor. Ular tirik guvoh aytib berishadi. Ular hayron. Keyin hammasi kelgan bir odam, men yoshman, hali yosh bolaman. Bir 20 ta odam oldimda to'planganda. Jahli chiqqan, endi pul bergan, nima yo'q, bittasi o'g'li uchun pul bergan shunaqa. Keyin yonimizda bitta fast food sotadigan kichkina joy bor ekan. O'shani iltimos qilib bitta olib kirganman. Nima bo'lyapti, vaziyatni tushuninglar deb bitta olib kirganman. O'shanda bitta bola bilan gaplashyapmiz, nima bo'ldi, qanaqa nima bo'ldi desam, u bola o'zi ko'zidan bilyapman-da, aktyorlikka gipnoz bo'lib qolgan. Tushunyapsizmi? Televizorda aktyorlarga havas qilgan, aktyor bo'lishni xohlagan, uning uchun nima qilish kerak, kinoda chiqish kerak deb kelganda, u nima degan $200 pul olgan u boladan, o'sha rejissor $200 pul olganda, unga yetmaganligi syomka boshlansa senga xabar bera olmasligim mumkin, hozir meni telefonim buzilgan deb uni nomiga kreditga telefon olgan yana. U bolaning nomiga. Ikkinchisi kelyapti. Ikkinchisi kelgan, bu ham yosh bola-da, Qashqadaryolik bola, endi soddagina bola ekan. U ko'zidan bilinyapti, ja sodda ham emas lekin bir tomondan o'ylab qolsa, gapirishi yaxshi, fikrlashi yaxshi, lekin aktyorskiy nima bo'lib qolganda, gipnoz bo'lib qolgan. O'zi uyda oddiy oiladan ekan, 6 ta qo'ylari bor ekan. 5 tasini sotib $600 pul olib bergan ekanda, o'sha kinoda chiqaman deb. Endi uni qanaqa gipnoz qilgan? Mana bu hissiyot sotish deyiladi-ku, marketingda bilsangiz, sizni hissiyotingizni o'zingizga qaytarib sotadi. Mana shunaqa usul qilganda, "Seni men mana shu rolda olib chiqaman, sen qahramon bo'lasan, sevgan qizingni 5-6 ta bolalarning ichidan urib bilan dabla qilib qutqarasan, oxirida ikkalang baxtli bo'lasan" deb mana shunaqa ssenariyni to'qib unga, mana shunaqa rolda chiqasan deb pul olganda, u gipnoz bo'lgan-ku tipa. Bo'ldi, men chiqaman, qancha? $1000. Hozir $1000 pulim yo'q. $500 bormi? Hadda, davay olib keldi. Mana shunaqa bo'lgan. Keyin yana bitta opa kelyapti. Qizi bilan kelyapti. Qizi Achkida ekan, u ham aktrisa bo'layotgan ekan. Opa aytib beradi yig'lab. "Men deyapti, men tikuv sexida
ishlayman. 2 million oylikka ishlayman. Bu qizim o'shani qanaqadir topgan internetdan borib gaplashdik, shu olib chiqaman dedi. Men 3 oylik oldingi oyligimni 6 million qilib olib borib qo'liga berganman. Hali ishlab berishim kerak unga. Endi 3 oy men och qolaman deyapti-da. Mana qizimga rol qani deyapti. Keyin ularga tushuntirib, anu qilib nima desam bo'ladi? U bunaqa emas, asl vaziyat mana bunaqa. U yerda biza o'zi ssenariy mana shunaqa, asl ssenariy mana bunaqa 7 ta odam kerak, xolos bizaga 40 ta odam kerak emas deb tushuntirib endi qaytarib yuborganmiz. Unga uni sudga berishganmi bilmayman, lekin o'sha odamni haligacha bilaman, birovni haqqi-ku bu ham. Obod bo'lmayapti, yuribdi. Shuning uchun shu joyda men shu yoshlarga, o'sha kino sohasiga qiziqib kirmoqchilarga nima desam bo'ladi, murojaat qilmoqchiman, tavsiya. Shu u Gollivudda kino oladimi, Bollivudda kino oladimi, shu pul talab qilib mana shunaqa dedim, ishonmanglar. Rost, ishonmasdan mana telefon bor. Ja ideya zo'rmi, ssenariy zo'rmi, bitta jamoani yig'ingda, Instagramga video qiling. Mana Instagram ochiq bozor. Zo'rlar ko'tarilib ketaveradi. Mehnat qilganingizdan keyin baribir daromadga erishadi Instagramda. Mana misol uchun Replay bor, Chumoli bor. O'sha jamoalar bor. Ular ham misol uchun kinoga boraverishgan, pul talab qilgan, keyin o'zlari jamoa yig'ib, o'sha ichidagi qanaqadir olovi bor-ku, olovini chiqarish uchun, so'ndirish uchun ssenariyni yozib, jamoa orqali chiroyli qilib video qilib, telefon, oddiy telefonda bo'ladida, unga misol uchun alohida bir kinochilarga borish nima qilish shart emas. Instagramga video qo'yib qisqa metrajli kinochalar ishlab, misol uchun men ichidagi olovni nima qilsa bo'ladi-da, ya'ni gipnoz bo'lib aldanib yurmasdan. Endi men ularni ko'rib rosa anu bo'lganman-da, xafa bo'lganman bir tomondan. Bittasi oyisi yig'lab aytayapti, 3 oylik oyligimni olib oldindan deyapti, berganman deyapti. Ani erim o'lib ketgan, bu qizimni nima qilish shunday. Ani u aytayapti, men adam o'zi 6 ta qo'yimiz bor, adam oddiy ustalar 6 ta qo'yni sotib olib kelib pulni berganman deyapti. Bunisi deyapti, men talabaman deyapti, men nomga kredit olgan, kreditni to'lovi kelgan, men to'lab yuribman deyapti. Mana shunaqa darajada nima bor-da kinoda. U aldab ketish bor. Shu konfetni, shu zarari juda ham katta mana shu tarafi. Keyin shu gipnoz bo'lmasliklarini xohlardim. Gipnoz bo'lib qolib, shu men aktyor bo'lishim kerak, demak, bo'ldi, men nima desa qilishim kerak emas. Fikrlash kerak, misol uchun. Instagram bor, boshqa bor, o'shanga ham misol uchun ijod qilsa bo'ladi, ja televideniyada chiqmasa ham. O'zi Instagramga chiqsa, menimcha Instagramda ko'tarilsa, o'zi kinoga jon deb oladi-da, chaqirib kinoda rollar bor deb. Konfetni yo'qotish uchun endi qanaqa, misol uchun xomiy ko'p topish kerakmi? Yoki baribir xomiy chiqqandan keyin baribir konfet qilishadimi? Uni bilmasam, lekin o'zi hamma umid shu industriyada-da. O'zi qachonki industriya o'sha men boya gaplashganimizdek odamga o'xshab ishlasa, полноценный kassовый sistema bo'lsa, misol uchun подписка o'zi почти 40 million bizda O'zbekistonda. Qirg'iziston, Qozog'istonda kamroqda. Ular bizga qarab hayron qolishadi. U 40 million deydi. Как это deydi? Неужели вот odamlar unaqa не хотят, да, ничего смотреть deydi. Qiziq emas kinolar. Mana shu narsa qachonga ishlab ketsa, menimcha bunaqa muammolar balki yechilar. Hozir oxirgi paytlarda ghost breaklar olishyapti-ku, misol uchun o'shalarni ko'rib chiqyapsiz. Fikringiz qanaqa ghost breaklarga, misol uchun? Ну, ichida shu boya aytganimizdek, talantli rejissyorlar ham ko'p, o'sha yosh kattaroq, tajribasi ko'p, o'sha Jahongir Ahmedov, o'sha Bahodir Yalangtosh, o'shani ko'rdim, oxirgisi bo'lgani. Menimcha juda, как сказать, boshqa kinolar bilan solishtirganda juda yaqin bo'ldi. Men o'zim ham misol uchun bilmasdim shunaqa odam bo'lganini. Shu kino orqali bildim. Markazda tarixiy mana shunaqa narsalar. Samarqand hokimi Bahodir Yalangtosh. Undan oldin keyin shu 3 qahramon bilan blockbuster. Rejissyorni taniyman, anu bir kunlik to'yni olgani, Shohruh aka bir kunlik to'yni ham olgandi o'zi. Zo'r edi. O'sha men ham taniyman. Birga ana qilgandik. Juda samimiy inson, oddiy inson. Shunaqada. Bitta epizodiga chaqirgandi ham даже. Bitta epizodida chiqqanmiz, keyin o'zimizda ham shu ideya bo'lganda, tirikchilik kinomiz bor, ko'rgan bo'lsangiz YouTube'da. O'sha kino bilan bog'lab, как будто бы вселенная bo'ladi. Tipa o'sha qisqa metrajli kinoni o'sha Shohruh aka orqali o'sha biz Ulug'bek aka bilan ishlaganmiz. Ulug'bek Qodirov bilan bitta epizod bo'lsa, boyasi anaqa aytasiz-ku. Обложкаga qo'yib turib
Ular oxirgi epizodga qo'yganmiz-da, Ulug'bek Qodir bilan oxirgi kadrlarda shu chiqib bergandir. Zo'r odam. Man ghost proyektlarni tarafdorman. Ghost filmlarning sababi eng chiqayotgan filmlardan biri bu tarixiy insonlarni hayotini olib chiqayotgan kinolar juda ham zo'r. Misol uchun jadidlar haqida chiqarayotgan filmlari yokida Imom Buxoriy, Imom Termiziy haqida chiqarayotgan filmlari rosa ham bizga kerakli-da, bizani jamiyat uchun, bizani yoshlar uchun ayniqsa kerakli. Chunki ko'pchilik kitoblarda misol uchun Imom Buxoriyning oddiy hayot faoliyatini o'qib chiqqan yoki o'qimagan yoki qulog'iga ozgincha eshitgan, lekin kinoda ko'rsa baribir boshqacharoq tasavvur qiladi. Demak, shunchalik hayoti davomida bizlar uchun kerakli ishlarni qilib ketgan odam bor ekan degan fikrga keladi. Mana shunaqa keyin uch qahramonlar o'tda misol uchun siyosatga ham aralashgan, misol uchun. U bo'lgan voqeami ekan deymi? Yo'q. Bo'lgan voqea emas. Bo'lgan voqea emas. To'g'ri o'sha message berishga harakat qilishgan. Voqea emas. Hozir bizada viktorina savollari tezroq, qisqaroq javob berishga harakat qilamiz. Bu viktorina savolida faqat o'zingizni fikringizni bildirasiz, xolos. Bu qanaqadir fikringiz nima emas. O'zingizni shaxsiy fikringiz bu. Birinchi savol ketdi. Kinoni yaxshi tushunish uchun ko'p kitob o'qish kerakmi yokida ko'p kino ko'rish kerakmi? Ko'p kino ko'rish kerak. Drama, komediya, detektiv, romantika yoki fantaziya qaysi biri? Kriminal. Kriminal. Yaxshi. Bunisi sal qiziqroq savol. Bitta bola keldi oldingizga, siz rejissyorsiz va yana bitta chiroyli qiz keldi rol o'ynash uchun. Ikkalasi ham sizga bir xil pul taklif qilyapti rol o'ynash uchun. Siz qaysi birini tanlardingiz? Birinchi sinovdan o'tadi. Sinov, ha? Atak qiz bolasi kerak. Ha, keyin pulini olasan. Конечно. Albatta hazil. Hazil, конечно. O'zbek serialida yokida kinosida konfet bazmiga qanaqa qaraysiz? Yomon. Yomon, sal. Xo'p, filmda, ya'ni kino olishda rejissyor bilan ssenarist bitta bo'lsa, film muvaffaqiyatli bo'ladimi yo alohida bo'lsami? Bunaqasi ham bo'lishi mumkin. Kino siz uchun nima? Qisqa, lo'nda javob bersangiz. Deraza. Deraza. Yaxshi. Xo'p, endi viktorina savollarini ham tugatib oldik. Biz Boxer TV bilan podkast qilamiz deganimizdan keyin yozishgan, ayrim siz taniydigan, misol sizlarni ijodlaringlarni kuzatib boradiganlar yozishgan, o'shalar savol yo'llashgan, o'shalarni sizga hozir o'qib eshitiraman. Boxer TV ijodlariga omad. Ular kino olayotganda kastingni qanaqa qilib o'tkazishadi? Ularda rol o'ynash uchun mashhur odam bo'lish kerakmi yokida mahorat kerakmi? Oddiy insonlarning mahoratlilarini ham chiqara berishadimi deyishdi. Da, mashhur bo'lish shart emas. O'sha qanaqa talant ko'z yonib turgan bo'lsa, o'zi vashi boshida hamma ishlayotgan aktyorlar, u hammasi meni o'rtoqlarim, qanaqadir aktyorskiy talanti bo'lgan o'rtoqlarim. O'zi bu yildan boshlab o'sha teatralniy aktyorlar bilan ko'p ishlashni boshladim. Ular bilan ishlash vashi boshqacha anaqa opit. Bizda o'sha kastingimiz bor, davlat degan. O'zini talablari bor, qanaqa video vizitka nima yozish kerakligini shu davlatga tashlab qo'ysa bo'ladi. Baza uchun. Davlat degan bolaga hozir nomerlarni chiqaramiz. Qiziqadiganlar bu Boxer TV bilan ishlamoqchi bo'lganlar bemalol yozsa bo'lishadi. Bular pul olishmaydi, xavotir olmanglar. Konfet pul olishmaydi. Mahorat bo'lsa bo'ldi, to'g'rimi? Конечно. Yolg'on gapirmadim shunda. Keyingi savol. Bitta qo'l bola yozibdi. Faqat o'zining sinfdoshlarini o'ynatadi. Uni kinolarda rol o'ynash uchun unga sinfdosh bo'lish kerak. Endi sinfdosh u слишком громко сказано. U aktyorlar tanish o'rtoqlarim o'zimni, do'stlarim. Sinfdosh emasmi ular? Yo'q, sinfdoshlarim emas lekin. Men bu savoldan keyin bu bola sizlarni yaxshi tanisa kerak deb men o'sha
3ta bola bor-ku siz bilan. O'shalarni sinfdosh deb o'yladim. Yo'q, o'zi ko'plari bilan o'sha maktabdan keyin o'sha universitet paytida tanishganmiz o'zi. Ha, yo'q. Shunaqa. Bitta maktabda o'qigansizlar, sinfdoshsizlar deb shunaqa o'ylabman, lekin shu savoldan keyin bular Bir-birimiz bilan yaqinmiz. Может, o'shaning uchun shunaqa tuyuladi. Man lekin o'zi shundan o'ylab qarasa, sinfdoshlaring haqiqiy do'st-da, misol. Mani o'zimni shaxsiy fikrim, misol uchun hozir men ham o'zimning sinfdoshlarim bilan hozir aloqam nimaroq, nima deydi, kamroq aloqa qilaman. Misol uchun qaysidir ma'noda o'zimning aybim, ishlarim ko'p shunga. Lekin sinfdoshlarimni hammasini yaxshi ko'raman. Sinfdoshlar bilan ishlagan nimasi yaxshi? Chunki siz ular qanaqa desam, Alloh tomonidan tanlab berilgan do'stlar deb bilaman-da. Misol uchun siz birinchi sinfga borganingizdan keyin sizni pulingiz bormi, muomalangiz qanaqa kiyinasiz, farqi yo'qda qabul qilishaveradi. O'sha auditoriyaga qabul qilib, siz bilan bir xil muomala qilib ketishaveradi. Ana endi misol uchun men o'zim shaxsan universitetga o'qib kelganimda kursdoshlar bilan nima qilganda baribir manfaatga qarab do'stlashadi ular. Lekin sinfdoshlar sizni tushundim-da. Nimangiz bor, nimangiz yo'q farqi yo'q. Yoshmiz, ko'rishib, gaplashib, do'stlashib ketganmiz. O'shaning uchun bu sinfdoshlar deganida bitta sinfdosh haqiqiy do'st, o'shaning uchun bular esingga tushib ketdi. O'zi umuman olib qaraganda sinfdoshlarim bilan o'zi aloqa ushlashga harakat qilaman, общаться qilamiz. Lekin hozirgi ishlayotgan aktyorlarim sinfdoshim bo'lsa ham, lekin sinfdoshim bor, Sardor degan. 6-sinfgacha birga o'qiganmiz, keyin boshqa maktabga o'tib ketgandi. Bir necha yil o'tgandan keyin o'sha universitetda o'qigan paytda birinchi roliklarimizni olishni boshlaganmiz, u meni topib olgan Facebookdan. Topib olgan, yozishganmiz. O'sha paytda Sardor akasi bo'lgan, Suhrob degan, hozirgi aktyor. Ko'p chiqarib bizani. Suhrob o'rtog'i bor, Alish degan. Uni orqasidan mana shunaqa tanishgan edi. Уже universitet payti edi. Sinfdosh demak, sabab bo'lgan. Shunaqa связь bo'lishi mumkin. Yo, sinfdoshlar zo'r. Men ham sinfdoshlar misol uchun ayrimlari nimada musofirda yurishadi. Ular bilishmaydi, men boshqalar orqali bilib turaman ularning vaziyatini, nima qilyapti, nima qilishyapti, nima qo'yyapti. Boshida o'qishga boshlab Toshkentga kelganimizda sinfdoshlar bilan ozgincha aloqa uzilib qoldi, chunki men nochta ishlardim, undan keyin kunduz kuni o'qish edi. Shu gruppalarga kam kirardim, shu sababli endi ularni misol uchun fikrida qanaqadir endi aloqani o'zdi bizadan degan fikr bo'lishi mumkin, lekin aslida bunaqa emas, chunki sinfdosh baribir Alloh tomonidan berilgan do'st-ya, haqiqiy do'st. Shu lekin sizga ham misol uchun bolalarni topishda sinfdoshlar sababchi bo'lgan ekan. Shunisi ham bor ekan, aka, esimga tushib qoldi. Shu keyin yana zo'r savol berishibdi. Poxer TV diniy mavzuda kinolar oladimi, yo'qmi o'zi? Bu слишком серьезный, опасный tema-da. Uni menimcha siyosatga o'xshagan narsa-da, u temaga yaxshi menimcha. Diniy mavzu. U hammani, u odamning shaxsiy narsasi-da, uni qayergadir olib chiqib, u bilmasam lekin. Yo'q, olish niyati bormi yo'qmi degan maqsadda yozganlar shekilli. Yo'q, hozircha yo'q lekin. Hozircha yo'qmi? Yaxshi. Mana Viktorina savollarini ham nima qilib oldik, muxlislardan kelgan savollar ham tugadi. Endi tomoshabinlarga bir 3 ta kinoni maslahat bersangiz, shu bilan tugatsak podkastni. Menimcha ozgincha bo'lsa ham, qaysidir 100% bo'lmasa ham bir 10% foydali bo'ldi deb o'ylayman. Xudo xolasa endi ko'rayotgan odamlar baho berishadi-da. 3 ta kino. 3 ta yaxshi kino o'zingiz bilgan, mana shu kinoni ko'ringlar, men tavsiya beraman deb. Siz endi resource sifatida-da. Menimcha обязательно Крестный отец. Klassikasi, faqat kriminal emas, umuman kinoni olib qaraganda. Keyin ko'p-da anaqa. Interstellar. U endi mashhur kinolar-da, uni tak-tak hamma ko'radi. To'g'ri. Eslamoqchiman, kam ahamiyat bo'lgan kino, lekin ko'rish kerak kino. Крестный отец. Keyin seriallarchi, bo'ladi, seriallar. Soprano degan serial bor. Men uchun uni обязательно ko'rish kerak. O'zi umuman olib qaraganda italyanskiy mafiyani kino yoki seriallari men bizga yaqin deb o'ylayman, chunki italyanlar ayniqsa o'sha paytda ular ozgina konservativroq bo'lgan. Biz ham ozgina konservativniy обществоmiz. O'shaning uchun bizga mentalitet bo'yicha yaqin bo'lishi mumkin deyman. И, конечно же, славные парни.
Uchinchisi. Uni 3 ta kitob tavsiya beringlar deydi-ku, endi biz 3 ta kitob kino tavsiya beramizda. Yo, kitoblar ham bor. Anaqa juda ko'p odamlar so'rashadi ssenariy bo'yicha. Ssenariy yozish keladi, lekin ko'plarda ba'zi bo'lmaydi. Qanaqadir strukturaga o'sha o'zini ketma-ketligi paradak bor. Ssenariy yozish просто tak yozilmaydi. Ko'plar maslahat berishgan. Tысячеликий giroy, 1100lik odam shunaqa tarjima bo'lsa kerak. Shunaqa kino bor. Keyin Save the Cat kitob, Spasti kotika. Uchinchisi nima bo'lishi mumkin? Memo degan kitob bor yana. Memo. Hammasi ssenariy nahasi bo'yicha o'sha qiziqqanlar uchun juda полезный deb o'ylayman shu kitoblarni. O'qiyman. Memoni endi eshitishim, lekin qiziqib qoldim. O'sha tысячеликий giroyni kimdir aytadi, ozgina soddalashtirilgan varianti deyishadi, chunki tысячеликий giroyni qiyinroq deyishadi o'qishni. O'zi men ham birinchi marta o'qiganda ozgina qiyin bo'lganda anaqiga. Tushunish. O'zi ana qiyin kitoblarni bor-ku, misol uchun zo'r yozuvchi murakkab kitoblarni bittada o'qib tushunish qiyin. Kamida 5 martalab, 10 martalab o'qish kerak. Ayrim kitoblar bor, bir marta o'qisangiz boshqa ma'no, ikkinchi marta o'qisangiz boshqa ma'no olasiz. Shunaqa bo'lib ketaveradi-da. Shunaqa. Xo'p, avvalambor rahmat hammaga vaqtinglarni ajratib ko'rayotganinglar uchun. Bugungi mehmonimiz Timur aka bo'ldilar, Poxer TV'ni asoschilari. Poxer TV'ni kuzatinglar, xudo xolasa aytganlaridek loyihalari hali ko'p ekan. Jamiyat uchun, sizlar uchun foyda keltiradigan nima loyihalari ko'p. Kuzatishinglarni tavsiya qilaman. Bizni haligi birinchi podkastda aytgandek majburlamaymiz. Xohlasanglar, yoqqan bo'lsa like bosinglar. Agar yoqmagan bo'lsa, o'zinglar bilasizlar. Bizda majburlash yo'q. Подписывайтесь, не подписывайтесь, управляйте своей жизнью сами deydi. Kuji podkasti. Bizda shu majburlash nima yo'q. Yo'qsa like bosinglar, shu demokratik insonmiz. Sizlarning gaplaringiz bo'lsa, bemalol tugalov gaplaringiz. Taklif uchun rahmat. Kattakon. Agar mayli, bosgili kelmasa bosmanglar like-ni. Nima tak bosib qo'ylasanglar lekin ancha qiyin emas. Agar bosishga niyat bo'lsa. Qiyin emasliklar. 5 sekund vaqt ketadi. Hamma uchun taklif uchun rahmat. Xo'pdi, sizni ham xudo xolasa ishlaringizga, keyingi loyihalariga omad, charchamang. Kelganingiz uchun rahmat vaqt ajratib. Kasal vaqt nima desam bo'ladi, bir kasal bo'lib qolib, grippdan endi turib, gripp emas endi shamollash, gripp emas, shamollash bo'lib, ayni boray o'sha yerga deb keldilar. Rahmat kattakon. Sizlarga rahmat. Charchamanglar, ishlarga rivoj. Xo'p.